2025-yil 23-oktyabr sanasida ko'rib turganlaring mana bu tomondan ko'rsating, jarliq mana. Endi bu tomonni ko'rsating mana. Mana podiyom, adirliq. Video qo'yishimizdan maqsad agar kimda bog' qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, ekonom variantli bog'lar rejasi bor. Ekonom, juda ham ekonom qanday? Xuddi shunaqa yonbag'irlarda birinchi navbatda chiqarilgan solig'i arzon bo'ladi. Keyin tomchilab sug'orish qiladi, suv ekonom bo'ladi. Keyin 5 yilgacha elektr suv solig'idan mutlaq arzon bo'ladi. Qo'yilayotgan video gilos daraxti mana ko'rishingiz mumkin. 3 yoshda, mana bu tomonni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu ham 3 yoshda tomchilab sug'orish o'rnatilgan. Har bir daraxt tagiga assobi ko'milgan. Hozir dalada tomchilab sug'orishda juda ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Chiya bo'ri, quyonlar, shilankalarni g'ajib ketyapti. Mana yaqindan ko'rsating mana. Xuddi mana shu holatda ko'miladi. Daraxtni tagidan o't chiqadi xolos, rasxoti ham kam bo'ladi. Mana e'tibor bersangiz, daraxt tagida xolos rasxot ham juda ham kam bo'ladi, lekin mana xudo xolasa inshaalloh daraxtlar 3 yoshda, 5-yoshga kirgandan keyin natija berishni boshlaydi. Xudo xolasa videoga, mehnatlarga bitta like bosamiz, qilingan mehnatlarga alohida bitta like. Ko'ringlar mana bunisi 3 yoshlikka o'xshamaydi, 4-5 yoshlikka o'xshab ketgan. Xuddi shunday bog'lar tashkillashtirish rejasi bizda bor. Murojaat qilsalaring, borib yerlaringni ko'rib, o'rganib turib, qaysi tomondan qanday, qanaqa vaziyatda, qanaqa qilib ekish kerak, unga qanday agrotexnikalar ketadi, bu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Videoga like bosamiz, bu videoni shunaqa ukuloni baland yerlari bor fermer akalarga jo'natib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar.